Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Yosh iqtidor egalari birinchi qism kitobidan darslarimizni davom etkazamiz. Bugun 5-mavzu sonni xona birliklari degan mavzuni o'rganamiz. Undan avval ozgina mana shu sonni xona birliklariga qanday ajratiladi, o'zi xona birliklari nima degani, shular haqida ozgina to'xtalib o'tamiz. Biz matematikada 3 xonani o'qishni bilsangiz, bir-biriga qo'shib o'qishni bilsangiz, qolgan xonalarni ham o'qishni bilasiz deb o'rgatamiz. Bizda nimaga 3 xona deyapmiz? Chunki bu 3 ta xonamiz bitta sinfni tashkil qiladi. 3 ta xonani bitta sinf deb bo'lib olganmiz. Xona sinflarimiz demak birlar sinfi, minglar sinfi, millionlar, milliardlar va hokazo shu tartibda ketaveradi. Endi birlar sinfi o'zining ichiga birlar, o'nlar, yuzlarni oladi. Minglar sinfi esa 1 minglar, 10 minglar, 100 minglar sinfini oladi. Xo'p, endi biz mana shu yerda xona birliklarida o'qiyotganimizda birlar sinfini qo'shib o'qimaymiz ekan. Minglar sinfida esa mana shu tepasidagi minglar qo'shimchasini qo'shib o'qiymiz. Millionlarda ham xuddi shunday millionlar qo'shimchasini qo'shib o'qiymiz. Hop, endi bularni sonlab o'qishda ko'radigan bo'lsak, mana 613. 613 ni hamma o'qishni biladi. Endi ko'p xonali bo'lsa qiynalishni boshlaymiz. Mana 8000 tepadagi qo'shimchani qo'shib o'qiyapman, 613. Yoki mana 78613. 1000 degan qo'shimcha demak tepadagi qo'shimcha o'qiyapti. 378613. Millionlar sinfiga o'tganimizda mana 5,378,613. Yoki mana 405,378,613. Milliardlar sinfiga o'tganimizda ham 9,405,378,613. 29 milliard. Qani 3 xona o'qishni bilgan tepadagi qo'shimchalarni qo'shib o'qib bemalol eplashi mumkin. 29 milliard 405,378,613. Endi sonni xona birliklariga qanday ajratamiz? Misol uchun bizga 768 soni berilganda, uni xona birliklari yoyilmasida yoyib bering deyapti. Biz 700 deyapmiz. Demak 700 qo'shilgan 60 qo'shilgan 8 yozsak bo'ladi. Yoki yana bitta ko'rinishi 7 bu yuzlar xonasida turibdi. Shuning uchun 7 ni 100 ga ko'paytiramiz. Va 6 o'nlar xonasida turibdi. Shuning uchun 6 ni 10 ga ko'paytiramiz va 8 birlar xonasida turibdi. 8 ni 1 ga ko'paytiramiz. Mana shu sonni xona birliklari yoyilmas ko'rinishda yozilish. Yana bitta son yozib ko'raylik. 1324. 1324 qanday yoyiladi? 1 orqasida mana 3 ta raqam turibdi. Shuning uchun 3 ta 0 yozsangiz bo'ladi. Eng soddaligini ikkichi o'quvchi uchun o'rgatyapmiz hozir. 1000 qo'shilgan 300 deb yozib ketsangiz ham bo'laveradi. Yoki shu bilmas voy o'quvchimiz uchun mana 3 orqasida 2 ta raqam bormi? Demak 3 ta orqasiga 2 ta 0 yozasiz. Endi 2 orqasida bitta raqam bormi? Bitta 0 yozasiz. 4 ni o'zini olib o'tib qo'yasiz. 4 orqasida hech narsa yo'qda, shuning uchun 0 yozmaysiz. 1000 qo'shilgan 300 qo'shilgan 20 qo'shilgan 4. Yoki mana 1 bu minglar xonasida turibdi. Qo'shilgan 3 bu yuzlar xonasida turibdi va 2 bu o'nlar xonasida turibdi. 4 esa birlar xonasida turibdi. Bunisi ham sonni xona birliklariga ajratganmiz. Ya'ni xona birliklari yoyilmasi bo'yicha yoyilgani hisoblanadi. Endi yosh iqtidor kitobini sinf ishisidan misollarda ishlashni boshlaymiz. Xona birliklariga ajratishni o'rganib oldik, o'qishni o'rganib oldik. Endi misollarni davom etkazamiz. Birinchi misol, quyidagi rasmda berilgan sonning raqamlari yig'indisini toping. Raqamlari yig'indisini topish uchun har bitta raqamning orasiga qo'shuv ishorasi qo'yib chiqamiz. 1 qo'shilgan 8 qo'shilgan 0 yozmasam ham bo'laveradi. 0 qo'shganimda o'zgarmaydi. 2 qo'shilgan 5 qo'shilgan 9 qo'shilgan 7 qo'shilgan 8. Hop, bu yerda 8 ga 2 ni qo'shsak 10 bo'ladi, 1 ga 9 ni qo'shsak yana 10 bo'ladi, 8 ga 7 ni qo'shsak 15, u mana bu 5 bilan 20 bo'ladi. Demak, bu 10 bo'ldi, bunisi yana 10 bo'ldi va bunisi 20 bo'ldi. 10 ga 10 ni qo'shsak 20, yana 20 ni qo'shadigan bo'lsak 40. Raqamlari yig'indisi demak 40 ga teng ekan. Ikkinchi misol, rasmda berilgan sonning raqamlari ko'paytmasini toping. Raqamlari ko'paytmasi desa, har bitta raqam orasiga ko'paytiruv ishorasi qo'yib chiqamiz.
Mana shu yerda 2 ni 3 ga ko'paytirsak 6, 6 ni yana 2 ga ko'paytirsak 12, 12 ni 7 ga ko'paytirsak 84. Demak, raqamlar ko'paytmasi 84 ga teng ekan. Sardor 1994-yilda tug'ilgan. Bu yilning o'nlar xonasidagi raqami minglar xonasidagi raqamdan nechta ortiq? Men o'nlar xonasini yozib olaman. O'nlar dedim. O'nlar xonasida nima turibdi? 9. Demak, o'nlar xonasida 9. Endi minglar xonasi dedi. Minglar xonasida esa bir raqam turibdi. Minglar xonasida 1. Qanchaga ortiq? Nechtaga ortiq deyapti? 9 dan demak 1 dan ayrimiz 8. 8 taga ortiq deb yozamiz. 8 taga ortiq ekan. Hop, keyingi savol 4. Quyidagi kompyuterning do'kondagi narxi ko'rsatilgan. Kompyuter narxining o'nlar xonasidagi raqami yuzlar xonasidagi raqamidan nechtaga ortiq? Demak, yana xuddi shunaqa o'nlar xonasi va yuzlar xonasi ekan endi. Yuzlar. O'nlar xonasida 5 turibdi, yuzlar xonasida esa 1 turibdi. Nechtaga ortiq? 5 ayrilgan 1. 4 taga ortiq ekan. Javobimiz 4 ta bo'ladi. 5-inchisi Abduqodir Do'skaga quyidagi sonni yozdi. Bu sonning o'nlar va minglar xonasidagi raqamlar yig'indisini toping. Yana yozib olamiz. Adashmaslik uchun yozyapman. Endi o'quvchilar ham xuddi shunaqa qilib yozib ishlashi yaxshi bo'ladi. Hozir mana o'nlar xonasida 2 turibdi ekan, minglar xonasida 5 turibdi ekan, qo'shib qo'ysak bo'laveradi deb aytib ketishimiz mumkin, lekin yozgan qulay. Yozsangiz esingizda ham qoladi. O'nlar xonasida demak 2 turibdi. Minglar xonasida esa mana minglar xonasida 5 turibdi. O'nlar xonasida 2, minglar xonasida 5. O'shalarda yig'indisi 5 qo'shilgan 2. 5 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsak 7, yig'indisi 7 bo'ldi. 6. Quyidagi berilgan sonning yuzlar va birlar xonasidagi raqamlar ko'paytmasini toping. Demak, yuzlar va birlar. Ularni topib olamiz va ko'paytirib qo'yamiz. Birlar xonasida 1 turibdi, yuzlar xonasida 2 turibdi. Yuzlar xonasida 2, birlar xonasida 1. 2 ko'paytirilgan 1, demak 2 ga teng. 7-inchisi yuzlar xonasidagi raqami 5. Endi mana yozib olamiz. Yuzlar ko'paytirilgan 5. Yuzlar xonasidagi raqam 5 ekan. O'nlar xonasidagi raqami esa 3 ekan. O'nlar ko'paytirilgan 3. Birlar xonasidagi raqami esa birlar xonasidagi raqami 2 bo'lgan 3 xonali sonni toping. Nimaga men ko'paytirib qo'ydim orasiga? Yuzlar xonasidagi raqam 5 bo'lsa, 5 kara 100 bo'ladi. Demak, 500 ekan. O'nlar xonasidagi esa 3 ekan. O'nlar xonasi bo'lganligi uchun 10 ni 3 ga ko'paytiramiz, 30. Va birlar xonasi 2 ekan, 1 ni 2 ga ko'paytiramiz, 2. Endi shularni hammasini qo'shadigan bo'lsak, 532 bo'ldi. Mana shunda birlar xonasi 2 ga teng, o'nlar xonasi 3 ga teng va yuzlar xonasi 5 ga teng. Mana shuna qilib ko'paytirib ishlasak oson bo'ladi. 8. Yuzlar xonasidagi raqami 3. Demak, yuzlar ko'paytiramiz 3 ga. Birlar xonasidagi raqam esa 0 ekan va o'nlar xonasidagi raqami 5 bo'lgan 3 xonali sonni yozing. 3 ni 100 ga ko'paytiramiz. Demak, 300. 1 ni 0 ga ko'paytirsak 0, 10 ni 5 ga ko'paytiradigan bo'lsak 50. Shularni qo'shadigan bo'lsak, demak, u son 350 ga teng ekan. 9-misol. Qalamchi Do'skaga quyidagi sonni yozdi. Aziz bu sonning toq o'rinda turgan raqamlarni qo'shdi. Sanjar esa juft o'rinda turgan raqamlarni qo'shdi. Aziz va Sanjar hosil qilgan sonlar farqini toping. Demak, Aziz toq o'rindagilar. Toq o'rin. Sanjar esa juft o'rin. Hop, endi toq o'rindagi degani nima degani? Toq o'rindagi degani o'tirgan joyi toq o'rin, ya'ni turgan joyi toq raqamlarga to'g'ri kelishi kerak. Biz buni turgan joyiga ko'ra 1-o'rin, 2-o'rin, 3-o'rin, 4-o'rin, 5-o'rin deb yozib olamiz. Mana shu yerda toq raqamlarda turganlar, ya'ni 1, 3, 5-da turganlar bu toq o'rindagilar. Juft raqamlarda turganlar, ya'ni 2, 4-dagilar bu juft o'rindagilar. Bu yerda toq o'rindagilar toq son bo'lishi shart, juft o'rindagilar juft son bo'lishi shart degan narsa yo'q. Turgan o'rni bo'yicha biz toq o'rin, juft o'rin deb ataymiz.
Demak, toq o'rindagilar birinchisi demak 4 ga teng ekan, keyingisi 6 ga teng ekan va keyingisi 2 ga teng ekan. Uni raqamlarining yig'indisi demak 12 bo'ldi. Sanjar esa juft o'rindagilar 5 qo'shilgan 9 bo'ldi. 5 ga 9 qo'shsak 14. Ikkalasi hosil qilgan sonlar farqi 14 ayrilgan 12. 14 dan 12 ni ayirsak 2 bo'ldi. Ularning farqi 2 ga teng bo'ldi. 10-misol nodir quyida berilgan sonning toq o'rinda turgan raqamlarni ko'paytirdi. Nigora esa juft o'rinda turgan raqamlarni ko'paytirdi. Nodir va nigora hosil qilgan sonlar farqini toping. Mana toq o'rin va juft o'rin. Juft o'rin. Toq o'rindagilar demak 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi deb yozib oldik. Toq o'rindagilar 1-chi o'rin, 3-chi o'rin va 5-chi o'rindagilar. Endi juft o'rindagilar 2-chi, 4-chi va 6-chi o'rin. Hammasini orasiga ko'paytirib qo'yib chiqamiz. Toq o'rindagilar 1-si 5 ekan, keyingisi 3-chi o'rinda turgan, ya'ni 1 ekan, 1. Keyingisi 5-chi o'rinda turgan bu 3 ekan. Hammasini orasiga ko'paytirib qo'yib chiqdim. Ya'ni ular ko'paytirganligi uchun. Juft o'rindagilar 1-si 2 ekan, keyingisi 6 va keyingisi yana 2. Ko'paytiradigan bo'lsak, toq o'rindagilar 15 chiqdi. Juft o'rindagilar 6 ni 2 ga ko'paytirsak 12, 12 ni 2 ga ko'paytirsak 24. Endi ularning farqi 24 ayrilgan 15. 24 ni 15 dan ayirsak 9 bo'ldi. Nima farq? 9 ga teng bo'ldi. 11-misol. Hoshim quyida berilgan figuralarni ketma-ket qo'yib 5 xonali son yozmoqchi. U dastlab to'rtburchaklardan, keyin esa aylana figuralardan foydalanadi. Figuralar bir nechta bo'lganda dastlab eng katta raqamli figuralarni yozadi. Hoshim bunday tartibda qanday son yozish mumkin? Mana shu yerda bilib olaylik. Birinchi to'rtburchaklarni qo'yar ekan. To'rtburchaklar bir nechtaligi uchun eng kattasini birinchi qo'yar ekan. Eng katta to'rtburchagimiz bu 7. Keyingi to'rtburchagimiz 2, keyingisi 1. Endi aylanalarga navbat keldi. Aylanalarda ham eng kattasini birinchi qo'yamiz. Ya'ni 5 ni, keyin 0. 72150 degan sonni yozibdi Hoshim. 12. Quyida bir nechta raqamlar yozilgan, rangli sharlar berilgan. Qayumxo'ja sharlar ketma-ketligini o'zgartirib 5 xonali son hosil qildi. Dastlab u eng boshiga qizil rangli demak 9 ekan. Birinchisiga 9 yozdi. Keyin esa ko'k rangli. Ko'k rangligimiz bu 1 ekan, 1. So'ngra yuzlar xonasiga 2 raqamini qo'ydi. Yuzlar xonasiga 2 qo'yibmiz. Undan keyin esa o'nlar xonasi u turibdi. Birlar xonasiga esa yashil rangli sharni qo'ydi. Birlar xonasiga mana 5 ni qo'ydik. Mana o'nlar xonasi bo'sh turibdi. O'nlar xonasiga demak bitta 3 qoldi. 91235 degan sonni hosil qildi Qayumxo'ja. 13. Abdushukur telefonining paroliga turli raqamli eng katta 4 xonali sonni tanladi. Bu sonning minglar va o'nlar xonasidagi raqamlari yig'indisini toping. Demak, 4 xonali bo'lishi kerak ekan va turli raqamli bo'lishi kerak ekan, eng katta bo'lishi kerak ekan. 4 xonalilarning eng kattasi 9 bilan boshlanadi. Endi har xil bo'lganligi uchun raqamlar 9, 8, 7, 6 bo'lib kamayish tartibida har xil bo'lganligi uchun shunaqa yozamiz. 9876 ekan paroli. Endi bu sonni minglar va o'nlar xonasidagi raqamlar yig'indisini toping. Minglar xonasida 9 turibdi, o'nlar xonasida esa 7 turibdi. Raqamlarning yig'indisi deganligi uchun 9 ga 7 ni qo'shamiz, 16 bo'ldi. 14. Raqamlar turli xil bo'lgan eng kichik 2 xonali va raqamlari turli xil bo'lgan eng kichik 3 xonali sonlar ko'paytmasini toping. Raqamlari eng kichik bo'lgan 2 xonali son bu 10. O'zi eng kichik 2 xonali son ham bu 10 bo'ladi. Raqamlari har xili ham 10. Endi raqamlar turli xil bo'lgan eng kichik 3 xonali son. Raqamlari eng kichik bo'lgan raqamlari har xil bo'lgan eng kichik 3 xonalimiz. Bu 100 bo'lganda raqamlari bir xil bo'lib qoladi. Shuning uchun 102 olamiz. 102 ni 10 ga ko'paytirsak 1020 bo'ladi. 15. Raqamlar turli xil bo'lgan eng katta 2 xonali, demak eng katta 2 xonali sonimiz bu 99. Endi raqamlari har xil bo'lsa 98. Va raqamlar turli xil bo'lgan eng kichik 4 xonali sonlar yig'indisi. Eng kichik 4 xonali sonimiz bu 1000. Endi raqamlar har xil bo'lganligi uchun birinchisiga 1, keyingisiga 0, keyingisiga 3 yozamiz. Mana endi qo'shamiz.
8 ga 3 ni qo'shadigan bo'lsak 1 dilda, 2 ga 9 ni qo'shsak 11, dildagi bilan 12 bo'ldi. Ikkisini yozamiz bir dilda. Endi yana 11 bo'lib qolar ekan. 1121. Uni ustunlik yozib qo'shsangiz ham bo'ladi, agar bunaqa qo'shishga qiynaladigan bo'lsangiz. Hozir milodiy 2024-yil. Agar bu yilning o'nlar xonasidagi raqami 3 birlik ortsa, demak o'nlar xonasida nima turibdi? 2 turibdi. Mana o'nlar xonasida 2 turibdi ekan. U 3 birlik ortsa. 3 birlik ortsa degani 3 birlik qo'shilib qoladi. 3 marta ortsa emas, 3 birlik ortsa degani bu 3 qo'shildi degan. O'nlar xonasi 2 ekan, unga 3 birlik qo'shilib qoldi, demak 5 bo'lib qoldi. Endi hosil bo'lgan yangi sonimiz o'nlar xonasida 5 turadi, ya'ni 2 emas. 2054 bo'lib qoladi. 2054-yil bo'lib qolar ekan hosil bo'lgan yangi yilimiz. 17. Eyfel minorasi 1889-yilda qurilgan. Bu yilning yuzlar xonasidagi raqam 5 birlik kamaytirilsa qaysi yil hosil bo'ladi? Demak, yuzlar xonasidagi raqam. Yuzlar xonasida bu 8 turibdi. Yuzlar deb yozib olamiz. Yuzlar xonasida hozir 8 turibdi. U 5 birlik kamaytirildi. Ya'ni 5 ayriladi. 5 ayrilsa 3 bo'ladi. Endi mana shu yuzlar xonasida 8 emas, 3 turar ekan. 1389-yil paydo bo'lar ekan. Agar 5 birlik kamaytirib qo'ysak. 18. 356 sonining o'nlar xonasidagi raqami 3 birlik ortsa. O'nlar xonasida nima turibdi? 5 turibdi. Demak, o'nlar 3 birlik ortsa, u qanchaga ortadi? 3 birlik ortdi degani uchun o'nlar xonasini 3 ga ko'paytirib qo'ydik. 30 ga ortadi deb yozib qo'ysak ham bo'laveradi. 30 ga ortadi. Qaysi xona, mana sizga oson yo'lini o'rgataman. Qaysi xona ortyapti? Xuddi o'sha xonani necha birlik ortayotgan bo'lsa, shunchaga ko'paytirib qo'ysak, qanchaga ortgani kelib chiqadi. Agar qaysidir xonani nechadir birlik kamayyapti desa, ko'paytirsak xuddi o'shunchaga kamaygan bo'ladi. Hozir demak 3 birlik ortadigan bo'lsa, u o'nlar xonasida 5 turibdi. 3 birlik ortsa 3 qo'shiladi, 8 bo'lib qoladi. Yangi hosil bo'lgan sonimiz endi 356 emas, 386 bo'ladi. Oldingisidan qanchaga ortdi? 356 ni ayirib yuboradigan bo'lsak, ayirsak 6 dan 6 ketsa 0, 8 dan 5 ketsa 3, 30 ga ortib qolganda, biz shuni hisob-kitob qilmaylik deyapmiz-da, mana qilib ayirib, qo'shib ishlamaylik deyapmiz. Qaysi xona ortyapti? O'nlar xonasi va qanchaga ortyapti? 3 birlikka ortyapti. Demak, o'nlar deb turib 3 ga ko'paytirib, xuddi shunchaga ortdi deb qo'yamiz. Shu to'g'ri va eng oson yo'li. 19. Agar 1278 sonning o'nlar xonasidagi raqam 4 birlik kamaysa, u qanchaga kamayadi? Demak, o'nlar xonasi 7. Hozir aytgan qoidamizga qo'yib ishlaganimiz ma'qul bunda ham. Demak, o'nlar 4 birlik kamaydi. Kamaydi desa pastga strelka qilsak adashmaymiz. Demak, 10 ni 4 ga ko'paytirsak 40. 40 ga, demak, kamaydi. Kamaydi. 40 ga kamaydi. Chiroyliroq yozaylik. 40 ga kamaydi. Hop, 20-misol hisobchi 32450 so'mga chek yozish kerak edi. U adashib yuzlar xonasidagi raqamini 3 birlik ortiq qilib qo'ydi. Yuzlar xonasidagi raqamini 3 birlik ortiq qilib qo'ydi. Demak, yuzlar 3 birlik ortiq bo'lib qoldi, ortdi. U qancha so'm xatolikka yo'l qo'ydi? 100 ni 3 ga ko'paytiramiz, 300. Demak, 300 so'm xato qildi. Xato qildi, 300 so'mga adashdi u. 21. Mana biz o'rgangan usulimizni foydasi. Qani 21. Agar natural sonning o'nlar xonasidagi raqami 2 birlik kamaytirilsa, son qanday o'zgaradi? Endi sonda o'zini bermayapti. Ko'p o'qish mana shu yerda o'ylanib qoladi. Hozir o'rgangan yo'limiz bilan oson bo'ladi. O'nlar xonasi, demak, o'nlar nima bo'ldi? 2 birlik kamaydi. 2 ga ko'paytiramiz va kamaydi desa pastga strelka qilamiz. 10 ni 2 ga ko'paytirsak 20. 20 ga kamaydi bo'lib qoladi. Hop, endi son tanlashimiz ham mumkin. O'zi son olsak, bu 50 ga deylik. Endi o'nlar xonasidagi raqami 2 birlik kamayib qolsa, o'nlar xonasida nima turibdi? 5. U 2 kamayib qolsa, 5 dan 2 ni ayiradigan bo'lsak, 3, 30 bo'lib qoldi.
50 dan 30 dan ayirsa 20, 20 ga demak kamaygan bo'ladi. Shunaqa qilib son tanlash ham mumkin, lekin narigi yo'limiz osonroq. Agar natural sonning yuzlar xonasidagi raqam 5 birlik ortsa, son qanday o'zgaradi? Demak, yuzlar deyapti. Yuzlar xonasi 5 birlik ortsa, yuqoriga strelka, tepaga strelka qilamiz. 100 ni 5 ga ko'paytirsak 500, 500 ga ortadi. Keyingi misol 23. Agar natural sonning yuzlar xonasidagi raqami 6 birlik kamaytirilsa, son qanday o'zgaradi? Mana yuzlar nima bo'ldi? 6 birlik kamaydi. 100 ni 6 ga ko'paytiramiz, 600. 600 ga kamayadi. 24. Quyida berilgan son necha xonali ekanligini aniqlang. Endi 10, 11, 12, 13, 28, 29, 30 bo'lyapti. Bu yerda hammasi 2 xonali sonlar ekan. 2 xonali son yozish uchun ikkitadan raqam ishlatamiz. Va mana shu yerda eng oxirgisidan eng birinchisini ayiramiz. Biz oldin o'rgangan qoidamiz, bu yerda nechta son borligini topish uchun eng oxirgisidan eng birinchisini ayirib 1 qo'shamiz. Demak, eng oxirgisi 30, 30 dan 10 ayirsa 20, unga 1 qo'shadigan bo'lsa 21. 21 ta 2 xonali son bor ekan, 2 xonali. Endi 2 xonali son yozish uchun ikkitadan raqam ketgan. 21 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 42 xonali son bor ekan. Bu yerda yozilgani 42 xonali ekan. 25. 1 dan 40 gacha bo'lgan sonlar bitta qatorda ketma-ket yozilganda necha xonali son hosil bo'ladi? 1 dan 40 gacha. Demak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, endi 10. Bu yog'ini yozmadim, 40 gacha. Nimaga 9 gacha yozdim, 10 gacha yozdimda, yog'ini yozmasdan 40 gacha deb va hokazo deb nuqta qo'yib qo'ydim. Sizga tushuntirish oson bo'lishi uchun. Demak, 1 dan 9 gacha bu hammasi 1 xonalilar. 1 xonali. Nechta bor? 1 dan 9 gacha bo'lganligi uchun bu yerda 9 ta bor. Endi bu yog'i 2 xonali sonlar. 2 xonali yozish uchun ikkitadan raqam ishlatiladi. Eng oxirgisini belgilaymiz. Eng oxirgisi bu 40. Mana shu yerda 2 xonali deb yozib qo'ying. 2 xonali. Xo'p, 2 xonali. Eng oxirgisi bu 40, eng boshi esa 10. 40 dan 10 ayirib 1 ni qo'shamiz. 31. 30 bitta 2 xonali bor ekan. 30 bitta 2 xonali. Endi 2 xonali yozish uchun ikkitadan raqam ishlatamiz. Shuning uchun 31 ni 2 ga ko'paytiramiz. 62 ta xona ketgan yoki 62 ta raqam ketgan. Jami bo'lib qancha bo'ldi desa, shu 62 ga 9 ni qo'shamiz. 62 ga 9 ni qo'shsak 71 xonali. 71 xonali son yozilgan bo'lar ekan agar 1 dan 40 gacha ketma-ket yozadigan bo'lsak. 26-si 5 dan 220 gacha bo'lgan sonlar bir qatorga ketma-ket yozilganda necha xonali son hosil bo'ladi? 5, 6, 7, 8, 9. Endi 10, bu yog'i 99 gacha. Undan keyin 100 va 220 gacha. Har bitta xonalarni ajratib olish uchun mana bular 1 xonali. 1 xonali. Shuna qilib yozdim. Bular 2 xonali. 2 xonali. Bular endi 3 xonali. 3 xonali. 1 xonali son yozish uchun bittadan raqam ishlatamiz. 2 xonali son yozish uchun ikkitadan. 3 xonali uchun 3 tadan. Necha xonali deyilayotgan bo'lsa, xuddi shunchadan raqam ishlatgan bo'lasiz va xuddi shuncha xona ketadi har bitta soningizga. 1 xonali sonlarimiz bu yerda sanab qo'yadigan bo'lsak 5 ta chiqdi. 2 xonali sonlar hammasi to'liq yozilgan bo'lsa 180 ta ishlatilgan bo'ladi. 180 ta. Endi uni qanaqa qilib ishlaymiz o'zi? Eng oxirgisidan birinchisini ayiramiz. 99 dan 10 ni ayiramiz va 1 ni qo'shamiz. 99 dan 10 ni ayirsak 89, 1 ni qo'shadigan bo'lsak 90. Endi 90 ta 2 xonali son yozilgan ekan. 90 ta 2 xonali sonni har birida ikkitadan xona bor. 90 ni 2 ga ko'paytiramiz 180. Shuning uchun keyingi safar har safar 2 xonali sonlar hammasi to'liq yozilgan bo'lsa, u yerda 180 ta xona bor yoki 180 ta raqam ishlatilgan deb ketaverasiz. Endi 3 xonali sonlar nechta? 3 xonali sonlar 220 dan 100 dan ayiramiz, ya'ni eng oxirgisidan eng birinchisini ayirib 1 ni qo'shamiz. 220 dan 100 dan ayiradigan bo'lsak 120, unga 1 ni qo'shsak 121. 120 bitta 3 xonali son yozilgan ekan. Endi 120 bitta 3 xonalikda har biridan 3 tadan bor-da. 3 tadan xona bor. 121 ni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak 363.
Bunga 363 ni qo'shamiz. Qo'shadigan bo'lsak, mana shuncha xonali bo'ladi. 5 ga 3 ni qo'shadigan bo'lsak 8, 6 ga 8 ni qo'shsak 14, 4 ni yozamiz bir dilda, 3 ga 1 ni qo'shsak 4, dildagi bilan 5. 548 xonali son hosil bo'lgan ekan. Mana shu 5 dan 220 gacha to'liq yozib chiqsak. Yoki mana shu yerda nechta raqam ishlatilgan bo'ladi desa, 548 ta raqam ishlatilgan bo'ladi. 27 yugurish musobaqasida ishtirok etayotgan 50 nafar sportchi 1, 2, 3, 4 va hokazo 50 sonlari bilan raqamlanadi. Hech qaysi ikkita sportchi bir xil son bilan raqamlanmagan. Bu ishni amalga oshirish jami nechta raqam ishlatilgan deyapti. Demak, 1 dan 9 gacha yozilgan, bular bir xonali. Keyin 10 dan 50 gacha yozilgan, bular ikki xonali. 1 dan 9 gacha bular bir xonali. Bir xonalilar yozish uchun bittadan raqam ishlatiladi. Bular 9 ta bo'ladi. Ikki xonalilar endi ikki xonali. Ikki xonalilar uchun ikkitadan raqam ishlatilgan. 50 dan 10 da ayiramiz va 1 ni qo'shamiz. 50 dan 10 ni ayirsak 40, 41. 41 da endi 2 ga ko'paytiramiz. 41 kara 2 shunda 82 ta raqam ishlatgan bo'lamiz ekan. 82 xonali. Endi 82 ga 9 ni qo'shadigan bo'lsak, 91 ta raqam ishlatibmiz. 91 ta raqam ishlatgan bo'lamiz ekan. Agar 1 dan 50 gacha ketma-ket yozilgan bo'lsa, necha xonali son hosil bo'ldi desa, 91 xonali son hosil bo'ldi yoki nechta raqam ishlatildi desa, 91 ta raqam ishlatildi deb bemalol aytaveramiz. Raqamlar yig'indisi 5 ga teng bo'lgan ikki xonali sonlar nechta? Ikki xonali son olishimiz kerak. A, B ko'rinishidagi ikki xonali son, uni raqamlarning yig'indisi, ya'ni A ga B ni qo'shsak 5 bo'lishi kerak ekan. Birinchi navbatda A ni o'rniga 1 olib, B ni o'rniga 4 olishimiz mumkin. Endi buni o'rniga 2 olganimizda B ni o'rniga 3 olamiz. Buni o'rniga 3, buni o'rniga 2. 4, 1, 5, 0. 1 dan 5 gacha o'zgardi, demak 5 ta bo'lar ekan. Ikki xonali raqamlar yig'indisi 5 ga teng bo'ladiganlar 5 ta. 29 ravshan qog'oz bo'laklariga raqamlar yig'indisi 3 ga teng bo'lgan 3 xonali sonlarni yozdik. Endi 3 xonali ekan. A, B, C ko'rinishidagi 3 xonali son raqamlarning yig'indisi. A ga B ni, keyin C ni qo'shadigan bo'lsak 3 bo'lishi kerak ekan. A ni o'rniga 1 olamiz. 0 olib bo'lmaydi. Chunki 3 xonali sonlar 0 bilan boshlanmaydi. Keyingisi 0, keyingisi 2 oladigan bo'lsak, raqamlar yig'indisi 3 bo'ladi. 1 qo'shilgan 1 qo'shilgan 1, ya'ni 111 olsak bo'laveradi. 1 qo'shilgan 2 qo'shilgan 0. Endi A ni o'rniga 2 olgan holatimizni ko'ramiz. 2 qo'shilgan 0 qo'shilgan 1. Yoki 2 qo'shilgan 1 qo'shilgan 0 va bitta qoldi, bu 3 qo'shilgan 0 qo'shilgan 0, ya'ni 300. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta bo'lar ekan. Raqamlar yig'indisi 3 ga teng bo'ladigan 3 xonali sonlar bu 6 ta. Raqamlar ko'paytmasi 6 ga teng 2 xonali sonlar nechta? 2 xonali son, ya'ni A, B ko'rinishidagi 2 xonali son, uni raqamlari ko'paytmasi A ga B ni ko'paytirsak 6 chiqishi kerak ekan. Birinchisi 1 ko'paytirilgan 6 bo'lsa, ya'ni 16 bo'lsa, u sonimiz raqamlari ko'paytmasi 6 chiqadi. 2 ko'paytirilgan 3, ya'ni 23 yozadigan bo'lsak, uni raqamlarning ko'paytmasi 6 bo'ladi. 3 ko'paytirilgan 2 olsak ham raqamlari ko'paytmasi 6. Ya'ni 16, 23, 32. Endi boshqasida chiqmaydi. Mana ularda ham hozir mana 102 shuna qilib yozib chiqishimiz kerak o'zi. 111, 111, 120 uni tushunda deb turib yozmagandim. 31. Kichkintoy Anvar o'zining sumkasiga 3 xonali sondan iborat parol qo'ymoqchi. U 4 raqamini yaxshi ko'rgani uchun maxfiy sonning raqamlari ko'paytmasi 4 bo'lishini xohlaydi. Anvarda jami nechta tanlov bor? Xo'p, demak 3 xonali bo'lishi kerak. Mana shu A, B, C ko'rinishidagi 3 xonali son A ni B ga, keyin C ga ko'paytirsak 4 chiqishi kerak. 1 bo'ladigan bo'lsa, bunisi ham 1 bo'lsa, keyin 4 bo'lsa, ya'ni 114 bo'lishi, 141 bo'lishi, 141, yana 122 ham bo'lishi mumkin.
Yana endi birinchi raqami 1 bo'lganlar tugadi. Birinchi raqami 1 bo'lganlar tugagan bo'lsa, endi birinchi raqami 2 bo'lsin. 212, 221, 411. Demak, 212, 122, 221, 411. Sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. Demak, 6 xil imkoniyati bor ekan parol qo'yish uchun. 32. Quyida har bir juft gilosidagi sonlarning yig'indisi 12 ga teng. Sherzod giloslarda ko'rsatilmagan raqamlarni topdi va ularni kamayish tartibida yonma-yon joylashtirdi. Sherzod hosil qilgan sonni toping. Har juft giloslarimiz 12 chiqishi kerak. Bunisi ham 6 bo'ladi. Demak, bunisi 9 bo'ladi. Keyingisi 3 bo'ladi. Keyingisi 5, keyingisi 8, keyingisi 4 bo'ladi. Endi kamayish tartibida yoz. Kamayish tartibida yozsa, birinchi 9, keyin 8, keyin 6, 5, 4, 3 bo'lar ekan. 986.543. 33. Mana shu ko'rinishdagi 6 xonali sonning toq o'rinda turgan raqamlari yig'indisi 15 ga, juft o'rinda turgan raqamlar yig'indisi esa 11 ga teng bo'lsa, AB ko'rinishidagi 2 xonali son nechiga teng? O'rin belgilab olamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toq o'rin. Toq o'rindagilar birinchida turgan, ya'ni 3, keyin 3-da turgan 7 va 5-da turgan B. Mana shularni qo'shsam 15 chiqishi kerak. 3 ga 7 ni qo'shsam 10, B bu yerdan 5 ekanligi kelib chiqdi. Endi juft o'rindagilar, juft o'rindagilar ikkinchida turgan, ya'ni A, 4-da turgan 6 va 6-da turgan 1. Ularning raqamlarining yig'indisi 11 chiqishi kerak. 6 ga 1 ni qo'shsak 7, demak bu yerdan A 4 ekanligi kelib chiqdi. Bizdan AB ko'rinishidagi 2 xonali son. AB ko'rinishidagi 2 xonali son nechiga teng? A ning o'rniga 4, B ning o'rniga 5 qo'yamiz. 45 ga teng ekan. 34. Oddiy rebus, ya'ni sonli ifodani qo'shganimizda o'rniga har xil shakllar yoki rasmlar qo'yib qo'ygan. 3 ga nimani qo'shsak 9 bo'ladi? 6 ni. Demak, mana shu qulpinaymi, shalg'ommi shu 6 ga teng ekan. Endi 9 ga 4 ni qo'shsak 13, 3 ni yozyapti, dildagi 1 bu yoqqa o'tyapti. Qo'zg'orinni tepasiga yozib oldik. 1 ga 3 ni qo'shsak 4. Endi 4 ga nimani qo'shsak 5 bo'ladi. 1 ni qo'shsak, 6 ga 1 ni qo'shsak 7. So'roq o'rnida turgan son 7 ekan. 35. 35 da ham xuddi shunaqa. 6 ga 1 ni qo'shsak 7. Xo'p, mana bu olchaga 9 ni qo'shadigan bo'lsak, yana 9 paydo bo'lyapti. Ya'ni olchamiz 0 ga teng ekan. Chunki 9 ga 0 ni qo'shganimizda yana 9 paydo bo'ladi. Endi 7 ga ananasni qo'shsak 9 paydo bo'lyapti. Bu 2 ekan. 9 ga 2 ga 0 ni qo'shadigan bo'lsak 2 bo'lyapti. So'roq o'rnidagi son 2. Tanqidiy fikrlashni rivojlantiruvchi mashqlar. Birinchisi, kimning fikri to'g'ri? Nargiza juft son deb barcha raqamlari juft bo'lgan sonlarga aytiladi. Yo'q, bu Nargizaning fikri noto'g'ri. Mana 12 bu juft son. Juft sonning qoidasi juft son 2 ga qoldiqsiz bo'linadi. 12 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak 6 chiqadi, lekin bir raqami juft emas. Hamma raqami juft bo'lishi shart emas. Ya'ni juft son bo'lishi uchun oxirgi raqami juft bo'lsa bo'ldi. Demak, Nargizaning gapi noto'g'ri. Fotima agar sonning oxirgi raqami juft bo'lsa, sonning o'zi ham juft bo'ladi. Bu Fotimaning gapi to'g'ri. Fotima aytgandek, oxirgi raqami juft bo'lsa, son juft son deyiladi. Faqat Fotimaning gapi to'g'ri. Javobimiz A bo'ladi. Xurshid 452 qo'shilgan 67 amalni ustun shaklda hisoblab 492 natijani hosil qildi. Xurshid yuqoridagi qo'shni hisoblashda bir marta xato qilgan. U qilgan xato quyidagilardan qaysi biri bo'lishi mumkin? Demak, 452 ga 67 ni qo'shib, u 492 chiqaribdi. O'zi qo'shganimizda nima bo'lardi? 2 ga 7 ni qo'shsak 9 bo'lardi. 5 ga 6 ni qo'shadigan bo'lsak, hop,
5 ga 6 ni qo'shsak 11, birini yozamiz, biri dilda 519 bo'lar ekan. U adashgan, demak mana shu yerda 519 492 ni ayirib yuboraylik. Ayirib yuboradigan bo'lsak, bu yerda 7 paydo bo'ladi. Bir qarzga bersak 11, 27 ga adashgan bo'lyapti. Lekin unaqa javob yo'q. U yig'indidagi qaysidir sonning yuzlar va birlar xonasidagi raqamlarni almashtirib qo'ydi. Yo'q, yuzlarni alishtirsa agar son kattalashib ketib qoladi. B. U yig'indidagi qaysidir sonning o'nlar va yuzlar xonasidagi raqamini almashtirib qo'ydi. Yuzlar xonasi alishsa agar son kattalashib ketib qoladi. C. U yig'indida qaysidir sonning birlar va o'nlar xonasidagi raqamlarni o'rnini alishtirib qo'ydi. Demak, mana shu C javobni tekshirib ko'rishimiz kerak. Birlar va o'nlar xonasidagi raqamni o'rnini alishtirib ko'ramiz. Xo'p, mana shu yerda 452 emas, 425 da yozib ko'raylik. 425 qo'shilgan 67. Qo'shadigan bo'lsak, 5 ga 7 ni qo'shsak 12, biri dilda, 6 ga 2 ni qo'shsak 8, dildagi bilan 9 bo'ladi-da 492 chiqar ekan. Shu yerda 2 bilan 5 ni o'rnini alishtirib qo'ygan ekan. Ya'ni birlar va o'nlar xonasini o'rnini alishtirib qo'ygan. To'g'ri javob C bo'ladi.